Videolaringizni ko'rib, misol kimdir telefon qiladi. 90lik nomerim 511 4911. Tamam, mana shu aka telefon qilib ma'lumotlarni, informatsiyalarni olaverasizlar. Xudo rahmat sizga. Assalomu alaykum, hurmatli bizning kuzatuvchilarimiz. Mana bu bemorimiz bugun klinikamizga qayerdandir aylanib kelib qoldi. Subhana. Necha yil oldin lechina qilib berdik? 1,5 yil bo'ldi. 1,5 yil bo'ldi. Qarab 2 yil bo'ldi. Hay 2 yil bo'lgan bo'lsa, necha kurs lechina olgansiz? 1 kurs olganman. 1 kurs oldingiz. Ahvol qanaqa bo'ldi bu yerdan ketgandan keyin? Qanaqa ahvolda keluvdingiz? Kelgan vaqtim shu yurib bilmasdim. Oyog'imga bir egri bo'lib qolgandim bir tarafga. O'sha keyin ko'p joyga bordim, operatsiya qilamiz, bu qilamiz dedilar. Lekin hamsoyalar yotib chiqqan ekan beri shular tavsiya berdi. Sherabog'ga o'sha samarqandlik bacha kelgan, Mirjalol degan zo'r bacha o'sha massaj bilan anaqa giyohlar bilan davolaydi dedilar. Men aytdim, "Qay, aniq bo'lsa qay borib yotib ko'ramiz" dedim. Yo'q, bo'shaga ishonmagandim to'g'risi. Bir 2 kun, 3 kun o'tdi aradan, уже 3 kundan keyin o'zgarish sezaverdim-da kun sayin. O'zi 11 kun gaplashib pul to'lagandikmi, 12 kun edimi? 12 kun. Ish qilib уже 6-kunga 100% yaxshi bo'ldim. 8 kunmi, 9 kun yotib ketgandim, keyin ishim chiqib qolganida 100% tuzalib, yaxshi bo'lib ketgan edim. Ana Xudoga shukr, o'shandan beri yaxshi. Siz bilan yotgan sheriklar qanday gaplashib turasizmi? Gaplashaman, u bachalar ham Rossiyaga metalga ishlab yuribdi. Ha, ahvoli yaxshimi? Zo'r. Endi misol o'sha payt necha pulga to'lov qilib o'tdingiz? Endi esimga 3 million 300 mingmi shunaqa edi adashmasam. Lyuks xonasi shunaqa edimi? Shunday. Xayr, o'sha pulga arziydi. Hayır, arziydi. U bormagan joyimiz qolmadi-ku. Undan keyin ham beri haqida yotib chiqqaningizdan keyin ham eshitdingizmi? Bir ikkita odamlarni yo'rgan edim. Siz o'zingiz ketgan ekansiz boshqa joyga. Shogirdga jo'natmadingiz. Yo'q, endi keldi ular, keyin shu bilan to'g'risi gaplashmadim ular bilan. Nomer so'raganida, adres so'raganida aytdim. Shundan keyin to'g'risi bilmayman. Ish qilib ko'pchilik o'sha Samarqandga bu yerda bitta bola ishladikmi undan keyin? O'sha eshitmadingizmi uni? Ya, bir ikkitasi so'raganida aytdim, "Men shera borib yaxshi bo'lib keldim" deganman. Endi ular menimcha keldi, to'g'risi bilan qaytib gaplashganim yo'q endi. Nima deydi, og'riq kuchli vaqt. Bu yerga kelishdan oldin qanaqa lechinalar oluvdingizmi? Ya, bu yerga kelishdan bir 2 yil oldin bormagan joyim qolmagan to'g'risi. Qayerlarga? Tasana nomini aytmang. Klinikalarda yoki nimaga borganman ana bu Baliqko'lmi nima deydi, Farg'onaga. Nima qilgan edi? Bonkacha qo'yuvdi. Qon olgan. Namanganga. Namanganga qon olganlardan mana bir 20-chilar odamni olyapmiz. Chunki kecha bitta joyga marakaga bordik. Juda injiq odam, u ham o'zimizda shu yerda bitta vrachimizni gaznasi bor ekan, pochchasi. Ana shu kishi ham boyagi tabiblarga ham borgan, og'riq bormi? Ularga ham borgan, hamma joyga borgan. Menga ham keldi, yotdi, lechinasi oldi, bir 70% og'riqlar qoldi, baribir injiqlanib yuraverdi. Ana shu kishi mana Toshkentga bir professorga bordim deb kuni kecha. 3 ta katta 8 mm, 6 mm, yana 5 mm mi girjasi bo'lgan ekan. 100% hammasi surilib ketgan. Lekin bitta boshqa joydan tomografiya qilmagan joyimizda 3 mm girjasi bor ekan. Endi u necha bo'lgan bo'lsa o'sha payt davolaganmiz, lekin tomografiya qilmaganmiz. Ana shu kishi aytdi, "Tamom, sen girjanga mana shunday lechina olsan, qanaqa olgansan men bilmayman, lekin u suyak emirilishdan" dedi. Qolgan bu og'riqning girjaniki emas debdi-da. Endi aytmoqchi bo'lganimiz, u boyagida nima, o'zimiz bilmaymiz. Mana bu kishini ham bir marta, sizni ham bir marta lechina qildik, 2 yil bo'ldi. Hozir o'sha yana bitta tomografiya qilsak, eski tomografiya bilan solishtirsa, misol solishtirishda imkoniyati yo'q. Chunki u endi sizda hech qayeringiz og'rigan yo'q. O'zingiz uchun qani nima bo'ldi ekan deb tomografiya qilsangiz bo'ladi. Atak tomografiya qilgansiz, qani nima bo'ldi deb. Men lekin 100% yaxshi bo'lib ketdim, chunki biron bir harakatlarga ham sezilmaydi darajada. Nima ishlar qilyapsiz hozir? O'sha yerdan chiqdingiz, men bu yerdan yotib chiqdingiz, nima ishlar qildingiz? Shu oldingi ishlarimda, shu mol boqaman, shu nima, bu ekskavator haydayman. Shu uy ishlari. Qarang, hozir mana 2 yil ichida qanaqa sovuqqa, issiqqa, og'irga og'riq bo'lyaptimi, bo'lmayapti? Yo'q, bo'lgan yo'q. Endi qanaqadir bir nam tortib, yo bir juda bir qattiq bir
unaqa tinimsiz nimadir ishlar qilsa, bir qanaqadir bir 5 minut bir sal og'riganday bo'ladi, lekin u yo'q hisobida u ushlab qolmay oldingi og'riqlarni mingdan biri ham emasda u. Luboy sog'lom o'tamizga ham baribir charchoq bo'ladi-ku. Tamam. Qolganlarga nima deysiz? Qolganlarga kelinglarni, kelib siz yana meni qaytib ketmang. Shu bo'lib kelinglarni shu davosini olib, shu massajga kamroq azob berib davolangan mana. Ana shu olgan azoblaringizda natijasi kelibsiz. Rahmat doktor, boringizga shukr. Bizlarni kuzatishda davom etingizlar har doimgidek. Rahmat. Tavsiya qilaman, kelib sizlar ham lecheniya olib, Telefon nomeringizni ayting, bitta videolaringizni ko'rib, misol kimdir telefon qiladi. 90lik nomerim 511 4911. Tamam, mana shu akaga telefon qilib ma'lumotlarni, informatsiyani olaverasizlar. Doktor, rahmat sizga.